Oldu oldu uyat bo'ladi. Oldu. Oldu qiyilmay. Bozordan ko'rib kelmaydi. Oldu rozimiz. Beni. Yo'q, ochta bering. 500 ming. Voy oyda keladi. Voy yer. Olori. Baholasa. Elmirojjon bunday gap to'xtab tur. Necha pulga chiqyapti aka? Qancha bo'lyapti? 89 million so'mga bir dona mol. Oldu. Nima bo'ldi Elmurod aka? Bering endi. Bering. 1.90 ga. Bor. 90 millionga sotildi. Mana qaranglar. Bir dona mol 90 million. Yaxshi bahsda 40 ta beradi. Ona bolasi yana. Voy maşallah. Assalomu alaykum hurmatli Jasuruz kanali obunachilar, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqorlar. Andijon viloyati Xolamik Cho'ja bozori. 11-avgust hafta kuni seshanba 90 million so'mga shu German shvetimiz sotildi. 90 million so'mga. Aka bu boshlanishi nech puldan boshlandi? Narxi savdosi? Olim aka, nech puldan boshlandi bu? 11 million boshlanishi oxirigacha 11 million aylandi. Buni narxi yo'q bu mol. Ha, qaranglar. Yetimiz 8 milliondan boshlanib 90 milliongacha savdo bo'ldi. Internetga 90 million qo'ysak biz mol edi. Biz sotdik 78. 90 million qo'ysak hammasi mol 90 millionmi deb xalq negativ olishadi. Bu bozordagi real narxi 90. Bozorda 89 millionga sotildi. Siz 90 million kam bor deganmi deysiz? Kami bor degan bizda. Ana bo'lsa. Molni qo'lib yelkasini olib qo'ying, nima mol? O'sha. Bunaqasi bola xunasi ekan. Bola xunajincha. Akalar bunaqa moldan zot xunaji tug'ilgan yaxshi, nasl ko'payadi. Nega bermadi? 2000 dollarga bolasimiz berilmaydi shu holatda. Bermadi. Endi bermaymiz ya. Bizda ham bo'lsa bermaymiz-da. Bermaydi hech kim bermaydi. Bu go'zaydi mana. Zo'r. Biz ham dagarda. Ajoyib. Ha? Bunaji bunaji. Bu bunajini ko'ring. Ana 90 million so'm. Bu nechta sutga berardi bu? Nechta sutga bu? 40 ta beradi. 40 ta beradimi? Akalar 40 ta sutga 90 million so'm. Zo'r. 89 millionga beradi. Shunaqa. 89 million bir kamga. Bir kamga. 78 milliondan boshlangan savdo 89 million so'mga mana realni sotilgan. Bolasi xonasi bolasimiz 2000 dollarga berilmayapti ekan hozirgi paytda. Akalar bu nechinchi? Sanjarbek bu nechinchi qo'l bo'ldi hozir bozorimizda? 3-qo'li dehqonga o'tdi. Qayerga 8 bo'ldi ishga. Kam polda qadamizmi? Mana 76 euro. 76 bir kam 90 euro. Zo'r. Nuqtamiz qoldi. Akalar 2026-yilda chempion qo'ygan sigir mana shu bo'ladi akalar. 89 million so'mga sotilib chiqib ketyapti. Boshdan siz oldingizmi? 89 million so'mga. Hop, hurmatli obunachilar, sementali olib chiqishmi? Hop, sementali 72,5 millionga sotilgan ekan, 74 ga aylanibdi deyapti. Ammo molli ham originallari olishibdi-da. Originallari. Hop, bu buzoqchalar onasi bormi, yakkam amasi? Qanchadan deyilyapti? 15 ta 25 gacha. 15 million qaysi biri? 15 million. 25 ligi. Bu sementali. 15 dan 25 gacha deyilayotgan buzoqcha. Bu gibridchalarchi? Gibridlar. Oq boshli. 18 ta. 18 milliondan. Ular bas bu qachon yo'q, 10-chasi ham bormi? Nomerimiz nechi? 93 925 55 65. 55 65. Ha, barakalloh. Sementallar akalar. Mana bola qarang. Ha jonivor. Bolasi bu qancha ekan? Aka nechinchi bolasiga? 80 million aytilyapti. Mana shekillar ko'rganda mashalloh deb like deb bosinglar. Havas qilgan uyda ko'p bo'lsin deymiz-ku. To'lib ketsin. Zo'r.
Nechinchi qoringa qancha sutga berasiz buni? Ikkinchi qoringa sut sinalmagan. Uchinchi qorin. Bola buqa. 80 million kam bor. Bozor nech pul berdi? Eng balandi 70. Cherigi bo'g'oz. Yetuga? Nechisi tug'adi bu? Birinchisi. Qancha deyapsiz? Bermaganingiz qancha buni? 65-67. Birinchisiga tagin solgan, qarang jonivorni. Aka nomerimiz nechi? 99lik 364 1429 ishqibozlari bo'lsa aloqa chiqaringlar. Xudo xolasa. Semental original 100 ga 100. Xudo xolasa tozasi. Bolasi ham buqacha. Har gibriddan zo'r ekan. Andijon viloyati Sharg'on tuman Qo'llanma cho'ja bozoridamiz. Ketdik, davom etamiz. Bolasi buqa. Shvedga qo'yilgan ekanda bu. Aka qancha deyilyapti? 75. Bozor so'radimi? 65. Pastroq savdo bo'ldi. 60 pasga savdo bo'lyapti. Ukrainaga qancha ketdi? 50 million 500. 50 million 500 ga Ukrainaga ketdi. Yetu. Aka nomer qoldirasizmi? 91lik. 91lik 490. 490 10. Onasi 2 oylik bo'g'oz. Yana onasi 2 oylik bo'g'oz aka. Yaxshi. Zo'r. Mana shu yetib ko'ringlar. Chiroyli shvedlardan. Qancha mushaga? 80 million atilish ekan. Bolasi qo'najimmi? 80 ekan. Bolasi hali qo'yilishga bor-a? Hali bor. Bolar nech pul berdi? 65 million savdo qilibdi. 80 million kam bor. Qo'yilgan. Bir yarim oy atrofida qo'yilgan ekan. Aka nomer nechi? 93lik 371 63 64. Aloqa qilasiz. Ketdik. Oxun aka, sementlar sotdingizmi? Sementlar zo'ra mana, jasur. O'nazillar. Ular necha puldan deyilyapti? Akalar. Sotildimi yo bu? Yo'q, endi jasur. Qanchadan deyapsiz aka? Assalomu alaykum. Endi alaykum assalom. Endi narx aytyapti. Yaxshi o'nazillar aka. 35 dan farqi bo'g'o qilishda bermaydi. O'shani bir ko'ryapti. 35 dan Berishmayapti. berishmagan ekan-a? Berishmagan. 35 dan berishmagan ekan. Mana bir dapa gavak beraymi? Aka, bu nech puldan aytilyapti sementallar? 38 million. Kam bor-a? Savdosi bo'ldimi? 35,5 dan beradi. 35 dan beradi. Nomer bor bularga? Nomer qoldiramizmi? Ayting. Meniki 97lik. 97lik 165 165 40 70. Aloqa chiqarasiz 3 ta. Zo'r, ko'chati baqvolar chiqdi. Shved. Ha. Bo'g'ozlari. Ammo tapalam olakan mana shu. Bu nech pul bo'lyapti savdosi? 52 million bo'lyapti beryapsiz. 52 millionga sotilmaydi mana shu. Ko'ringlarchi. Xo'sh. Xullas akalar, mana bozor narxlariga tanishtirdik. Mehnatlarimiz arisa, like bosib so'rasizlar. Yaxshi mollar ko'p kirgan. Mol seroq. Kelaman deganlarga bozor lokatsiyasi bor. Birinchi kommentariyada Telegram kanalim bor, o'shaga qoldirganman. O'chib ko'raverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. O'zini nech pulga bermayapsiz? 70 millionga bermaydi. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. Birinchisigami? 8 oylik birinchisiga bo'g'oz. Endi bu YouTube'da qimmat deyotganlar bozor ham arzon emas.
Bermagan nech pul bo'ldi? 70 ga yo'q, ha? Hali tug'magan g'onajin 70 millionga berilmaydi. Bu real savdo. Bozor holatda. Aytilish nech pul? Aytilishi. 90 kam bor deyapti ekan. Yaxshi, gap yo'q. Sementallar. Qanchani baraka yo'qdi aka? 83 million deb eshitdik. Ikkalasimi? Nega 83 million? Biye bola shunaqaroq bo'lsa kerak. Gummoncha kerak bo'g'azligami? Shunaqa bo'lsa kerak, bo'lmasa bermaydi. Olsam bo'ldi. Bor baraka. Barakasi bersin. Baraka topsin. Zo.